Oxunjon Madaliyev sirli o'limmi yoki tasodif? Hofiz o'limida qanday sir bor? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng qiziqarli yangiliklar bilan bo'lishamiz. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring va Oxunjon Madaliyevning sirli o'limi nima bilan tugagani haqida bilib oling. Xalqimiz ardoqlab qo'shiqlarni yod olgan shirali ovoz bilandilarga o'zgacha harorat baxsh etgan xonanda Oxunjon Madaliyevning vafotiga mana ro'pa-rosa 25 yil bo'lgan bo'lsa-da, uning ayanchli qismati va sirli o'limi haqida hanuz turli gap-so'zlar yuribdi. Kimdir u deydi, kimdir bu. Xullas, birortasida asosli bir dalil yo'q. Hech bir iste'dodli hofizning o'limiga guvoh bo'lmagan, ammo kimdandir eshitganiga qo'shib durustgina hikoya qilib berishga usta. Bugun yana o'tmishga qaytib xuddi shu mavzuga nuqta qo'yish maqsadida kichik tahlil olib borishga harakat qilamiz. Qisqasi, bunga aniqlik kiritamiz. 2000-yil yoz oylarining iliq kunlari Farg'onadagi ob-havo injiqliklari hech kimni ayamas edi. O'sha damlarda Oxunjon Madaliyev ham to'y xizmatlari ham ijod qilish bilan tinmasdi. O'sha yilning 27-iyun kuni uni Toshkentda bo'lib o'tadigan katta tadbirga taklif qilishdi. Hamisha shirin suhbatlari bilan jurnalistlar hurmat va e'tiborni qozongan Oxunjon matbuot xodimlari bayramida ham ularni sohir-nafas ovozi va dilkash qo'shiqlari bilan xushnud etishga yetib keldi. Biroq zarur ish borligi uchunmi ikkitagina qo'shiq kuylab yana ortiga qaytdi. Hamma bu noodatiy holatdan ajablanib qoldi. Axir u hamisha muxlislarning ko'nglini ko'tarishga intilar edi-ku. Bu orada esa televideniyega o'tib Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi uchun ham qo'shiq taqdim etib qaytishni joiz topdi. Chunki ancha vaqtdan buyon ayni shu dasturga taklif etishar edi. Toshkentga kelganida unda ham ishtirok etmay keyingi kunlarga qoldirgisi kelmadi. Oradan 2 kun o'tgach esa yana to'yga chaqirishgan. Albatta so'z bergani uchun ham borishi lozim edi. Lekin o'sha kuni, ya'ni 29-iyun kechki payt yaqinlashavergach, uning yuragi bezovtalana boshladi. Go'yo qandaydir kuch uning yo'lga otlanishiga to'sqinlik qilishga urinardi. O'zining ham hech o'sha to'yga borgisi kelmasdi. Biroq Oxunjon hech qachon birovga so'z berib, keyin qandaydir bahona bilan undan uzr so'rab, tang ahvolda qoldirishni juda yoqtirmas edi. Nima bo'lgan taqdirda ham so'zini ustidan chiqardi. Bu gal ham unga amal qilib to'yga bordi. Hammaning yuz-ko'zida quvonch balqidi. Axir sevimli xonanda ularga xonush qilish uchun atayin uzoq yo'l bosib keldi. Tumonat odam yig'ilgan. O'zi Oxunjon qay bir to'yga bormasin, uning kelishini eshitgan butun qishloq ahli yig'ilar edi. Oxunjon odatdagidek to'y boshidan davrani qizdirib, qo'shiqlarini kuylay ketdi. Soat tungi 11lar atrofi. Hofiz qo'shiqlarni berilib aytayotgan kezda birdan yuragini changallab yiqilib qoldi. Hamma sukut saqlab muz bo'lib qotib qoldi. Nima bo'layotganiga hech kim tushunmas edi. Cholg'uvchilardan biri darhol yugurib keldi-da, yuziga suv sepdi. Tez yordam chaqirishlarini aytib qichqirdi. Atrofdagilar bundan karaxt bo'lib qolishgandi. Ertasi kuni bu shum xabar butun respublikaga tarqalib ketdi. Oxunjon Madaliyev kechagi to'yda xizmat ko'rsatayotib, yuragi to'xtab qolib vafot etdi. Mana shundan so'ng Oxunjon o'limi to'g'risida turli xil gap-so'zlar tarqala boshladi. Ular to'yxonada hofizga suiqasd uyushtirilgan degan xulosaga keldilar. Bu keng omma orasida tarqalgach, deyarli hamma bunga ishonib qoladi. U kim tomonidan amalga oshirilgani ham kelingan xulosaga qarab taxmin qilina boshlanadi. Lekin hech kim aniq bir gapni ayta olmas edi. Chunki bo'lib o'tgan voqeani kimdandir faqatgina eshitishgan. Hammaning ko'ngliga g'ulg'ula solib qo'ygan bu mishmishlar jasadni yorib ko'rish va tekshirishga da'vat etdi. Mayitning tanasidan hech qanday shubhali narsa topilmadi. Shifokorlar esa birgina xulosaga kelishdi. Shunda ham hofizning muxlislari tinchishmadi. Ular qandaydir sir borligiga yurak-yuraklaridan ishonishar edi. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.